Rospotrebnadzor tomonidan yuqumli kasallik bo'yicha qo'yilgan bessrочный запретni bekor qildik. Andijonlik opamiz patent hujjatlarini topshirayotgan vaqtda u kishiga yuqumli kasallik bor deb podpunkt 7 statiya 27 114 bilan zapret qo'yilgan edi. Opamiz bizga murojaat qildilar. O'zbekistondan barcha zarur spravkalarni olib bizga yubordilar. Ushbu spravkalar asosida Rossiya hududiga kirish uchun ruxsat oldik. Opamiz Moskvaga yetib kelgach, Moskva shahri dispanserida to'liq ko'rikdan o'tdilar. Natijada yuqumli kasallik mavjud emasligi rasman tasdiqlandi. Dispanser tomonidan berilgan spravkalarni Rospotrebnadzorga topshirib, ularning zapretini to'liqligicha bekor qildirdik. Endi opamiz bemalol patent olib ishlashlari mumkin. Agar sizda ham yuqumli kasallik tufayli podpunkt 7 statiya 27 114 bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling va kanalimizga obuna bo'ling.